ijtimoiy tarmoqlarda bugungi kunda O'zbekistonning chet elda faoliyat olib borayotgan mehnat muhojirlari to'g'risida juda ko'plab izohlar qoldirilmoqda. Xususan, shu kecha kunduz Rossiya Federatsiyasi hududida mehnat muhojirlarimiz holati bo'yicha izohlar ko'plab uchrab turibdi. Bundan tashqari, ushbu kuzatilayotgan holatlar ikki davlatning hukumatlari o'rtasida, mas'ul vazirlik va idoralar, xususan, masalan, migratsiya agentligi yoki bo'lmasa tashqi ishlar vazirlarining mas'ul xodimlari o'rtasida doimiy muloqotlarni amalga oshirish natijasida o'z yechimini topmoqda. Fuqarolarimiz qaysi davlatda, qaysi yurtda faoliyat olib borishdan qat'iy nazar, u davlat himoyasida hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda O'zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish, mehnat muhojirlari iqtisodiyotini rivojlanishni bir muhim driver sifatida belgilangan. Bugungi kunda mehnat muhojirlarini shu xalqaro mehnat bozorida raqobatbardorlikni oshirib borish bo'yicha ham qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, birgina misol sifatida agar xalqaro til sertifikatini oladigan bo'lsa, chet elda ishlamoqchi bo'lgan fuqarolarimiz, demak ularni o'sha til sertifikatini olishga qaratilgan xarajatlarni 50% davlat tomonidan qoplab beriladi. Bu albatta kichkinagina misol yoki bo'lmasa so'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda bugungi kunda O'zbekistonning chet elda faoliyat olib borayotgan mehnat muhojirlari to'g'risida juda ko'plab izohlar qoldirilmoqda. Xususan, shu kecha kunduz Rossiya Federatsiyasi hududida mehnat muhojirlarimiz holati bo'yicha izohlar ko'plab uchrab turibdi. Endi bu o'rinda bir narsani aytib o'tish kerak. Ushbu holatlar, ya'ni ba'zi uchrab turadigan holatlar O'zbekiston va Rossiya munosabatlariga qandaydir bir baho berishga asos bo'la olmaydi. O'zbekiston Rossiya bugungi kunda strategik hamkor va ittifoqchi davlat hisoblanadi. Bundan tashqari, ushbu kuzatilayotgan holatlar ikki davlatning hukumatlari o'rtasida, mas'ul vazirlik va idoralar, xususan, masalan, migratsiya agentligi yoki bo'lmasa tashqi ishlar vazirlarining mas'ul xodimlari o'rtasida doimiy muloqotlarni amalga oshirish natijasida o'z yechimini topmoqda. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tish kerak. Bizni chet elda faoliyat olib borayotgan fuqarolarimiz eng avvalo mana shu davlatning qonun-qoidalarini, u yerdagi qonunlarni hurmat qilishi shart hisoblanadi. Bu haqda doimiy ravishda Tashqi ishlar vazirligi tomonidan bayonot berilib kelinmoqda. Ikkinchi jihat esa bugungi kunda O'zbekistonning o'sha mehnat muhojirlarga nisbatan umuman siyosatning davlat darajasiga olib chiqilganligi va bu borada yondashuvning o'zgarganligi. Ya'ni bugungi kunda fuqarolarimiz qaysi davlatda, qaysi yurtda faoliyat olib borishdan qat'iy nazar, u davlat himoyasida hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda O'zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish, mehnat muhojirlari iqtisodiyotini rivojlanishni bir muhim driver sifatida belgilangan. Bunga bir qancha misollar keltirib o'tishimiz mumkin. Birinchidan, bu eng avvalo normativ huquqiy asosning mustahkamlanishi. Masalan, bugungi kunda O'zbekiston mehnat muhojirlarini haq-huquqlarini himoya qilish, ularning oilalarining huquqlarini himoya qilish, ularga o'sha qulay shart-sharoit yaratib berish maqsadida bugungi kunda 30 dan ortiq davlatlar bilan mehnat muhojirlari to'g'risida o'sha bitimlar imzolangan. Ikkinchidan, O'zbekiston bugun nafaqat o'zining yaqin qo'shnilarimiz yoki qo'shni mintaqalardagi, balki boshqa davlatlarda ham fuqarolarimizga qulay sharoitlar yaratib berish maqsadida muhim muzokaralar olib bormoqda. Buning natijasida bugungi kunda geografik nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bizni fuqarolarimiz chet elda faoliyat olib borish davlatlar soni birmuncha ko'paygan. Masalan, oldin odatiy ravishdagi Rossiya, Qozog'iston bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar yoki bo'lmasa Buyuk Britaniya, Germaniya, Polsha va boshqa ko'plab davlatlarda mehnat faoliyatlarini olib borishmoqda. Yana bir muhim jihati, bugungi kunda mehnat muhojirlarini shu xalqaro mehnat bozorida raqobatbardorlikni oshirib borish bo'yicha ham qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, birgina misol sifatida agar xalqaro til sertifikatini oladigan bo'lsa, chet elda ishlamoqchi bo'lgan fuqarolarimiz, demak ularni o'sha til sertifikatini olishga qaratilgan xarajatlarni 50% davlat tomonidan qoplab beriladi. Bu albatta kichkinagina misol yoki bo'lmasa bugungi kunda xorijiy davlatlar bilan O'zbekiston hududida tashkil etilayotgan monomarkazlar yoki til o'rgatish markazi yoki kasbga o'rgatish markazlarini alohida aytib o'tishimiz mumkin. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda mehnat muhojirlarini haq-huquqlari, ularga qulay sharoitlar yaratib berish O'zbekiston iqtisodiyotining bir ustuvor yo'nalishlari hisoblanadi.